Salomatmisiz azizlarim? Salomatlik borasida yana men sizlar bilan birgaman. Yuqorida gaplashganimizdek, maslahatlarni berganimizdek, qabziyat bo'lganimizda o't qopi faoliyati buzilganda qabziyat bo'lamiz deb men sizlarga maslahatli gaplarim berib o'tdim. Albatta, o't qopimiz bizga tabiiy ichaklarimiz uchun antiseptik hisoblanadi. Ichaklarimiz uchun nimaga antiseptik? Ichaklarimizdagi barcha nimalarni tozalab, yog'lardan, har xil nojo'ya ta'sir qiladigan, bizni organizmimizga ta'sir qiladigan narsalardan tozalab beradigan antiseptik ham hisoblanadi o't suvi. Yana undan boshqa nima sabab bo'la oladi qabziyatimiz uchun? Qarang, sanab o'tamiz. Qabziyat bo'lganimizni sababi yana nimalar? Sababi bor albatta. Kam suv ichganimizda, bilasizmi, organizmimiz suv istaganda bizga kirgan ovqatni suvini o'ziga tortib oladi. Ana undan keyin qabziyat bo'lamiz. Albatta, boyagi chiqib ketish uchun axlat ham suyuq bo'lish kerak-ku. O'shani ham suvini organizm suvsizlangandan keyin o'sha ichakdagi tushgan ovqatimizni suvini ham organizmni o'zi avtomatik tortib oladi. Bu birinchisi, kam suv ichganimiz sababi qabziyat bo'lamiz. Ikkinchisi, kam harakatliligimiz. Kam harakat bo'lganimizda o'sha ichaklarimiz ham harakatlanmasdan uxlab qoladi degandayda. Ichaklarimizni ham harakat qilishimiz kerak. Masalan, mana yurganimizda, yurganimizda yelka bilan emas, mana yelka bilan nafas olib yuramiz-ku, yurganimizda sayr qilamiz, mana yuramiz, tashqariga chiqamiz. O'shanda siz mana bu qorin bilan nafas olishga harakat qiling. Qorin bilan nafas olib yuring. Ertalablari turganingizda qorin bilan nafas olishga harakat qiling. Ichaklarimiz harakatlansin. Qanchalik ichak harakatlansa, sizdagi qabziyat bo'lmaydi. Ichaklar sog'lom bo'ladi. Mana bu bizlarda teshik ichak sindromi bo'ladi. Ichaklarda har xil zaharli narsalar, zamburug', hattoki parazitlar ham ichak harakatlangandan keyin, ichak ishlagandan keyin yalqov bo'lib qoladi ichagimiz. Shuning uchun ham qabziyat bo'lamiz. Shuni harakatga keltirish uchun biz yurganimizda qorin bilan ham nafas olishimiz kerak. Hech bo'lmaganda 5 minutgina, 5 minut bo'lsa ham qorin bilan nafas olib, mana bunday yurganimizda nafas olib yurishimiz kerak. Bu ikkinchisi. Keyin yana bir narsa, stress bo'lganimizda ham ichaklarimizdagi axlatlar tashqariga chiqmasdan, nima bilasizlarmi? Bizni ichaklarimiz ikkinchi miyamiz hisoblanadi-da. Ichaklarimizdagi bo'lgan holat miyaga boradi. O'sha ikkinchi miyamiz hisoblanadi. Ichaklarimiz qancha sog'lom bo'lsa, bizni miyamiz ham juda ham yaxshi ishlaydi. Buni esda tuting. Stress, asabiylik ham qabziyatga sababchi bo'la oladi. Shuning uchun ham magniy ichsangiz, ichingiz yumshab kela boshlaydi. Chunki magniy ham qabziyatni ozgina bo'lsa-da ham qabziyat bo'lganlarga yordam bo'ladi. Bu uchinchisi. Yana keyin qalqonsimon bezida muammosi bo'lgan insonlarda ich qotish bo'ladi. Buni chunki metabolizmni qalqonsimon bez mana shu ichaklarimizda boshqaradi. Metabolizm degani shu harakat, ichaklarimiz hamma joyga masalan ishlashi metabolizm hisoblanadi. O'sha kletchatkalarni yaxshi yetkazib berish, ya'ni sabzavotlarni yeyishimiz. Bu ham juda ham foydali. Ya'ni tuzlamalar, karam tuzlamalar, bodring tuzlama, o'sha tuzlamalarni yeysak bizni ichaklarimizga juda foydali. Buni biling. Ertalabki ratsioningizga ham albatta o'zimiz uy sharoitida tayyorlagan karam salatlar deymiz-ku, o'sha karam salatlar albatta ratsioningizda bo'lishi kerak. Bu ichagimizning ishlashiga foyda beradi. Ya'ni ichagimizga masalan tuzli narsa kirsa, qarang, antiseptik vazifasini bajaradi desam ham bo'ladi.
Xullas sizni tozalab beradida. Tuz ko'p narsaga davo-ku, masalan. Ko'p narsaga davo. Og'zimizni ham ertalabga tuz bilan chayib, chunki oqshom bilan og'zimizda qancha zaharlar yig'ilib yotadi. Tuz bilan chayib, keyin ertalabki suvlarimizni ichishimiz kerak. Chunki agar suvda ichsak, og'zimizdagi boyagi zaharli narsalar ichimizga o'tib ketadi. Shuning uchun tuz bilan chaysak, tuz tozalab beradi. Antiseptik vazifasini bajaradi. Shuning uchun qabziyatni sababi o't qopini o'z faoliyatini bajarmasligi, kam suv ichishimiz, kam harakat qilishimiz, stress bo'lishimiz va qalqonsimon bezda muammolar bo'lganidan qabziyatlar kelib chiqadi. Buni unutmang, mana shu sabablarga ko'ra siz qabziyat bo'lyapsiz. Qabziyat bo'lishimizga sababchi o'sha. Qabziyat bo'ldikmi, biz masalan semirib ketgan ayollar hech qachon oza olmaymiz. O'sha qabziyatni birinchi bartaraf qilishimiz kerak, keyin ozamiz. Stress bo'lganda ham qabziyat bo'lib qolamiz. Uni unutmang azizlarim. O'sha men aytganday foydali maslahatlarim sizga kerak bo'lsa, bemalol Telegram, WhatsApp va Instagram, TikTok sahifalarimga konsultatsiya kerak menga deb yozing. Sizga o'shanday men qanaqa sohada sizga yordam kerak bo'lsa, yordamimni ayamaslikka harakat qilaman, bilganimni ekishga harakat qilaman va sizga yordam berishga harakat qilaman. Albatta men bilan uchrashing, bog'laning, sizga o'z mollaringizni yetishda yordam qilaman. Ozishingizga ozaman deganlarga ozishiga, sog'lom bo'lishiga yordam qilaman. Demak, sizlar bilan yana uchrashguncha salomatlik borasida xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling, salomatligingizga e'tibor bering azizlarim. Salomat bo'ling.